Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Turkiya Super Ligasining 34-turida Istanbul Başakşehir futbolchilari Gaziantep jamoasi mehmoni bo'lib, safar uchrashuvidan muhim g'alaba bilan qaytdi. Nuriy Shahin jamoasi muvaffaqiyatida o'zbek futbolchilari katta rol o'ynadi. Dastlab Abbosbek Fayzullayev 6-daqiqada germaniyalik legioner Devi gol urishiga qulay pas uzatib berdi. 22-daqiqada esa Eldor Shomurodov penaltini aniq bajarib, Super Ligadagi gollar sonini 22 taga yetkazib oldi. Bu gol legionerimizni to'purallar poygasi peshqadami Paul Anuachuga tenglashib olishini ta'minladi. Istanbulliklar ikkinchi bo'limda harchand harakat qilmasin, raqib darvozasiga boshqa yo'l topa olmadi. Aksincha, Gaziantep vakillari bir marta javob to'pini kiritib, uchrashuvni 1-2 hisobidagi mag'lubiyat bilan yakunladi. Trabzonspor sharafini himoya qilayotgan Paul Anuachu to'purallar bahsida ta'qibchilardan ancha ilgarilab ketgan edi. Biroq nigeriyalik forvard 4-apreldan buyon raqiblar darvozasiga yo'l topa olmayapti va Kuruk seriyasi 5 ta o'yinga yetdi. Bu jarayonda Eldor Shomurodov oxirgi 6 ta o'yinda raqiblar darvozasini 6 marotaba ishg'ol qilib, chempionatdagi gollar soni bo'yicha Paul Anuachuga tenglashib oldi. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.